Podizimizga yangi liftlar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Kattagina razmerda podizimiz bo'lyapti. Mana bu bizning xonadonimizda yangi ish yo'li qo'yilgan. Qani bismillah deb uyga kirib kelarkanmiz, o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Kattagina razmerda koridor. Uyimizda to'liq yevro remont qilingan, ko'zni charchatmaydigan chiroyli abo'ylardan foydalanilgan, ko'rishingiz mumkin. Kattagina razmerda. Xo'p, demak, asosiy eshikdan kirib kelganimizda o'ng qo'limizda mana shunaqangi dekorativniy oynalar qo'yilgan. Chap qo'limizda bo'lsa umumiy sanuzel. Sanuzelni ham chiroyli qilib mana remontlardan chiqazib qo'yganmiz. Kir mashina uchun joylari ham bor. Xo'p, bu tomonda bo'lsa oshxonani o'rni bo'lgan, bu yerda biz yotoqxona qilib yuborganmiz. Bu ham kattagina razmerda bemalol do'xspanni qo'yib, bu tomonga shkaf yasatib uydan foydalansanglar bo'ladi. Yangi radiator, yangi romli qo'yilgan. Ko'cha tomonni ham bitta ko'rsatib o'taman. Xonsaroy domlari ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Shunaqa mana tegimizdagi bino Turkiston to'yxonasi borda. Xo'p, demak, asosiy eshikdan kirganimizda to'g'ridagi xona bu mehmonxona. Kattagina razmerda mehmonxonamiz. Ko'rishingiz mumkin, yangi lyustralar, katta radiatorlar, hamma narsani yaxshisidan qo'yganmiz iloji boricha. Xo'sh, bu tomondan ko'rinishi televizor uchun albatta dekoratsiyalar qilib qo'yilgan. Xo'p, to'g'ridagi xona bo'lsa bu balkon. 6 ga 1,5 metr razmerda balkonimiz bo'lyapti. Mana gaz plitasini chap tomonga olib o'tadi, bu yoqqa polniy kuxniy mebel yasatadigan bo'lsangiz, bir qator chiroyli bo'lib tushadi. Mana podokonniki bo'lsa, olib tashlasanglar, oshxona yana ham katta razmerda bo'lib ko'rinadi. Bemalol ayollarimiz foydalansa bo'ladigan joy. Bu tomondan ham ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Ayniqsa kunduzgi payt vaqti chiroyli ko'rinadi manzara. Xo'p, bu uyimizda demak Yunusobod tumani 16-kvartalda Turkiston to'yxonasining orqasiga tushgan 9 etажli domimizning 8-qavatida bir xona, 2 xona qilingan variant bo'lyapti. Umumiy maydoni 42 kvadrat metr. Ko'rishingiz mumkin, quyidagi raqamlarga telefon qilib bemalol uyi barakasini qilsanglar bo'ladi. Bosinglar.